Xo'p, hammaga salom, bolalar, obunachilar. Mening ismim Brian va men Minecraft YouTuberaman, obunachilar. Men hozir polizimga qarab qo'yishim kerak. Sahar shoshmanglar. Nega bu yerda ikkita ketimon? Tushunmadim. Bu yerda ikkita ketimon bor, obunachilar. Voy, bu Minecraftda bug'ini qaranglar. Menda ikkita ketimon qilib qo'yibdi. Nima bo'ldi? Bug bo'lib qoldi shekilli yana. Yoki bilmasdan stolga bosib yubordim mishkani. Endi ertalabdan kartoshkalarni yig'ib janob merga olib borib beramiz. Aks holda keyin yana baqirishni boshlaydi. Nega kechiktirding deb. Men esa qandaydir bir ahmoq choldan jitlan so'kish eshitishni istamayman. Bu savolli anchagina yaxshi chiqdi, birinchilar. Oldin o'zi unchalik ko'p chiqmasdi firmalardan. Endi bularni hozir borib janob merga beramiz. Bu jitilmay turibdi ekan. Xo'y, sen bu yerda nega turibsan? Bu sening uyingmi? Bu mening uyim. Uyingni buzib tashla. Nega buzib tashlashim kerak? Bu o'zi yaqinda ko'childim. Bu o'yinchi, meni BMW'm bu. Seniki? Bu meni BMW'm. Meni BMW'mni oldida turibdi uying. Xalaq beryapti. Nima? Seni qandaydir mashinangni deb men uyimni buzib tashlashim kerakmi? Yoqmasa boshqa joyga olib qo'y mashinangni. Joy yo'q boshqa joyda. Uyingni buzib tashlanyapman. Aks holda o'zim buzib tashlayman, ahmoq o'yinchi. Qo'lingdan kelganini qil. Men hozir borib, ustingdan politsiyaga yozaman, ustingdan ariza yozaman. Ahmoq mashinasida olib qo'ysa bo'ladi. Uyingni buzib tashla dedi. Assalomu alaykum, janob mer. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Shoshmanglar, qandaydir bug bo'lib qoldi shekilli. Yo'q, bu nima? Nima bo'ldi? Hech narsa, e'tibor qilma. Men anaqalarni olib kelgandim, kartoshkalarda. Bir dona? Yo'q, mana. Bo'ldi, bo'pti. Hech qanaqa problema yo'qmi? Yo'q, hozircha yo'q. Xo'p. Endi borib nima qilamiz? Parkovkaga qo'ysa bo'ladi mashinasini. Parkovka to'la ekan u. Parkovka to'la deb. To'g'ri. La'nati. Nima qilsak ekan? Parkovka qurish kerak-da o'sha. Xo'p, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir daqiqa kutib tura olasizmi? Hozir telefonda gaplashib olay. Mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Yaxshi, rahmat. Xullas shahrimizda, qishlog'imizda 13-qishloqda parkovka qurish kerak. Parkovka. Qishloq tashqariroqdan kattaroq qilib, juda katta parkovka qurish kerak. Qishloq kundan kunga kattalashyapti-da, yangi uylar qurildi. Bugun ham o'zi 3 ta yangi uy qurildi. Mashinalar o'zi eski parkovkachada to'nib ketgan. Eski parkovkani buzib tashlab, o'rniga uylar solish kerak. Bo'pti. Bo'ldingizmi gaplashib? Nima problem bo'lyapti? Meni qo'shnim, mashinasida uyini buzib tashlayapti. Uyida? Mashinasi uyim oldida turar ekanda, o'sha buzib tashlang deyapti. Kerakmi? Mashinasini olib qo'ysa bo'lsa-ham boshqa joyga. Sen ular gapiga e'tibor qilmay, o'z ishlaringizni qilib yuravering. Agar birasa uyingizni qattiqadir ziyon yetkazsa, keyin bizga olsangiz, biz hal qilib beramiz. Bo'ldi, rahmat. Qo'rqmasangiz bo'laveradi. Xo'p. Bo'ldi. Endi janob merda oldiga borib kelay. Janob merga ham aytay, bana jitildi. O'zi gaplashib qo'ysin, eshigini oldida turavermasin. BMWmi? Eski anaqalari, eskiroq versiyasi. Rusumini bilganlar kommentariyaga yozib qoldiring. Endi men uncha tushunmayman bu narsalarga, mashinalarga. Mayli. Janob merda oldiga kelamiz. Janob mer, anaqa meni jitil qo'shnim anaqa qilyapti, qarochi. Yana shu narsa bo'ldi. Uzr janob mer, uzr bordim. Nima bo'lyapti? Mana jitil qo'shnim, shoshmay tur, senga bitta topshiriq bor. Nima? Menga qarochi 30 ta daraxt bilan bir stak tosh qazib kelishi kerak. Bir stak? Keyin masalani o'zim hal qilib beraman. Nima ishing bo'lsa hammasini aytsen. Bo'pti, unaqada bir staka? Bir stak. Shu ketib qoldi. Olib bering, uchastkavoy. Kerakmi? Bilasizlar, men olib kelgan kartoshkalarni otib yubordi-yu. Bu nimasi bo'ldi? Merda qaraylik qilgan edim. Kartoshkalar prosta otib yubordi. Garang ham turibdi. Hozir qaytib kelay, men o'zim u bilan
hisoblashib olaman. Yo'q, qaytib kelmay, hozirda o'zi hisoblashib olaman bu. Aytgancha instrumentlarni ham olish kerak aytgancha. Ha, esimdan chiqib qolganini qarang. Instrumentlardan olmasdan bolta, kirga, lapotka, shunaqalardan olmasdan ketyapmiz. Shoshmanglarda, shu beri turavermasin-da, hozir qaytib kelgunimcha uyimni nimadir qilib qo'yadi. Juda jonga tegdi o'zi bu shitlar. Shuni jinirsin. Bu pastay sandiqni qanday ochar ekanman? Voy, la'nati. Xo'p, bu yerda buzamiz, unda mana bo'ldi. Shunday qilib nima qilsak bo'ladi? Olsak. Boshqa yo'l bilan bu yetildan qutulib bo'lmaydi. Baribir yaramas bo'ldi. O'sha hal qildik u ahmoqning ishini. Jinirsin. Mayli, bo'ldi. Hech narsa bo'lgan yo'q, obunachilar. Aytgancha kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Sen bir iflos Jetilning palakat mashinasi. Gaplarimni yo'qotib qo'ydim obunachilar. Mayli, e'tibor qilmaysizlar. Bo'lib turadigan holat bu yerda qaranglar, chuqurda qishloq, mer hech qayerga qaramaydi. Merga umuman farqi yo'q. Qishlog'imizda qatta nima bo'lsa, umuman uni qiziqtirmaydi bu narsa. Xo'p, unda daraxtlarni chopib olamiz. 30 ta daraxt dedimmi? 30 ta degandek bo'ldi shekilli. Bilmayman, aniq esimda qolmadi. Menimcha 30 ta bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Mayli. 30 ta oboramiz. Xo'p. Esimda qolmadi-da, gap so'z bo'lib, mana jetil bilan bo'lgan ishlardan keyin ish esimda qolmadi. Xo'p. Daraxtlarni chopib, keyin bir stak tosh degandek bo'ldi. Bir stak tosh esimdan qoldi. Xo'p, 30 ta daraxt olib boramiz, bir stak tosh olib boramiz. Shunda to'g'ri bo'lsa kerak. Mayli. Bu yerda yana qanaqa qatta bir daraxt bor. Mana bu yerda bor ekan. Xo'p. Endi shundan ortgani o'zimga ortmadi-yu? Ha, ortmadi. Mayli, yana bitta daraxtni chopar. Yay, jinirsan oyog'im. Shunchalik ham tepa bo'ladimi? Yo'q. Ogoh bo'lish kerak qishloqda hamma yerda har qanday nimalar bo'ladi, xullas. O ana 32 ta, 33 ta bo'ldi. Demak, 3-inchisi o'zimizga. Xo'p. Bu yerdan chiqolmas ekanman. Endi borib tosh olishimiz kerak, tosh. Toshlarni men qayerdan olishni bilaman. Bilimcha hozir mana shu yer tomonda edim. Ha, mana bu yer. Ha, obunachilar, men avvalgi videolarda ham shu yerdan olgandim, qishloqqa yangi kelgan paytlarimda. Xo'p, agar avvalgi videolarni ko'rmaganlar bo'lsa, kanalga o'tib ko'rib olishingiz mumkin va obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysangiz, mening videolarim chiqsa, sizlarga to'g'ri yetib boradi. Xo'p, bir stak tosh. Bir stak. Xo'p, bu yerda o'sha ancha kattalashdi, lekin obunachilar, men avvalgi o'sha uyimni qurishga ketkazayotganda bunchalik ko'p tosh ketmagandi-da, sizlarga aytsam. Ya'ni unchalik katta joyda qazimagandim, lekin kelsam juda katta bo'lib ketibdi. Menimcha mendan keyin yana kimdir qazigan shekilli, jinirsan qatib qoldi. Minecraft'im mendan keyin kimdir qazigan shekilli-da bu yerlarda. Bu yerdan tosh olishgan. Xo'p. 60 ta bo'ldi. Yana mashulardan 4 ta chiqsa, yo'q, 4 ta chiqmadi. 62 ta bo'ldi. Ana endi 1 stak mana. Ajoyib. Men bu yerdagi loylarda mana bu loylarda bunday qilib olib, endi mana bularda o'zimizga sharoit qo'shimiz kerak-da. Keyin bu yerga hali ko'p kelamiz. Tosh bizga juda ko'p kerak bo'ladi. Shuning uchun bu yerdagi toshlarni bu yerda qo'ldan kelguncha o'zimizga anaqa qulay qilib olishimiz kerak. Qulaylik bo'lsa, tartib bo'lsa shu nima bo'ladi-da. Oson bo'ladi. Keyin kelganimizda o'zimizga ham qiyin bo'lmaydi olishimiz. Yerdan prosta kirib ketamiz. Xo'p, bu yerga qo'yamiz. Mana bu yerga, bu yerga, bu yerga. Ikkita qoldi. Bu mana bu yer. Ketmay qoldi mana bu yerda yana ikkita bor ekan. Bularni ham qo'ysak, voy, yetmadi-yu. Mana bu yerdan bir dona olib, shu yerda yopib qo'yamiz. Juda chuqurlikda tushib ketish juda xavfli. Xo'p, bu yerdan bir dona qoldi. Buni mana bu yerga mana qilib qo'ysak, ajoyib bo'ladi. Yo'q, bu yerda ham olishimiz kerak ekanda, bu yerdagi loylar ham xalab berar ekan. Mana bu yerdan tozalasak, ancha yo'l ochilgan bo'lar edi. To'g'rimi obunachilar? Albatta to'g'ri. Bu ko'chatlarni qaranglar. Yo'q, bu yerga loylar qo'yib tashlaymiz.
Hop, 4 ta daraxt ko'chati bo'ldi. Kelinglar shu daraxt ko'chatlarini to'plab, o'zimizda uyimiz tomonga, o'zimizga yaqinroq joyga ekib qo'yamiz. Bu yerlarda yo'qmi? Yo'q, bu yerlarda yo'q ekan ko'chatlar. Hop, nihollarni borib o'zimizning uyimizga yaqinroq joyga eksak va shunda men o'ylaymanki, bizga osonroq bo'ladi daraxtlarni chopish. Ya'ni daraxt bizga ko'p kerak bo'ladi, uyimizni kattalashtirishimiz kerak bo'ladi. Balki birorta do'stim yo qarindoshim ko'chib kelsa, unga ham uy qurib berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, hammaga xayr. Sizlar bilan qisqa vatishda Ibrahim bo'ldi.